Shunday bir duoni o'rgataymi? Shu duoni o'qisiz, g'am ham ketadi. Har qancha katta bo'lmasin, Alloh taolo uchun hech narsa emas sizning g'amingiz. Va qarzingiz har qancha katta bo'lmasin, Alloh uchun hech narsa emas. Faqat ixlos bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib ochishlik kerak bu duoni. Har rostni o'rgating. Payg'ambarimiz nima o'rgatyapti? Agar shuni aytsangiz, Alloh hamma yo'lingizni hal qilib beradi. Allohga rahmat bo'lsin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Uzot sollallohu alayhi vasallam aytdilar, tong ottirsiz yoki kechki siz, ya'ni ikki mahal, ertalab va kechki payt. Faqat iymon bilan, e'tiqod bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib, Parvardigorim, men sendan g'am va qayg'udan panoh tilayman. Ojizlik va yalqonlikdan panoh tilayman. Qo'rqoqlik va baxillikdan panoh tilayman. Qarzlarga yengilib qolishlikdan va kishilarning qahriga qolishlikdan panoh tilayman. 8 ta narsa. Abu Umom aytadi, Allohga qasam, shu duoni davomiy aytdim, Alloh g'amlarimni ham ketkizdi, qarzlarimni ham sildi.